Fermer yoki yem do'koni bor akalarimiz uchun maxsus Monster apparatlarimizni olib kelib qo'yganmiz. Bizda bu apparatlarning ikki xil razmerlari bor. 15 kilovatligi hamda 7,5 kilovatligi. Menga kichkinaroq ham bo'laveradi deydigan akalarimiz uchun 7,5 kilovatligini olib kelib qo'yganmiz. Bahaybatini xohlaganlar uchun 15 kilovatli Monster apparatimiz. Hozir buni birma-bir tushuntirib chiqamiz. Birkasidan boshlasak, xo'p, apparatimizni modeliga kelsak 40 ga 35 model bo'ladi. Og'irligi 245 kg bo'ladi. Soatiga 1 tonna 200 dan 1 tonna 700 gacha bo'lgan don va hashak mahsulotlarini bemalol maydalab beraveradi. Xo'p, mana sanalari ham yozilgan bu yerda. 2026-yil 6-oyda ishlab chiqarilgan, surog o'tib ketmagan. Amal qilish muddati cheksiz bo'ladi. Motorlari ham shunaqangi bahaybat motorlar bo'ladi. 3 qatorli remen bilan harakatlanadi. Endi apparatimizni tishlari bilan tanishtirib chiqamiz. Ko'rishinglar mumkin. Shunaqangi qalin, bir-biridan qalin bo'lgan malatkovoylar joylashgan bo'ladi. Malatkovoylari bitta qatorda 6 tadan joylashgan bo'ladi. 24 ta malatkovoy. Qo'shimchasiga bu yerda o'tlarni kesish uchun kalonli pichoqlar qatirilgan va eng asosiy tishlardan bo'lgan bu o'tni maydalash uchun 3 qatorli qalin relisdan bo'lgan relis materialdan bo'lgan tishlar joylashgan bo'ladi. Apparatimizga setkasi ichidan almashadi. Donga bitta, ko'rishinglar mumkin, mana o'tga bitta. Ikki xil setkasi bo'ladi. Bu setka donni kepay holatgacha, deyarli un holatgacha olib kelib beradi. Bunisi o'tlarni juda ham mayin qilib chiqarib beradi. Xo'p, endi bu tomonda mana 7,5 kilovatligimiz. 7,5 kilovatli apparatimiz ham modeli 40 ga 20 bo'ladi. Og'irligi 205 kg, soatiga 800 kg dan 1 tonna 450 gacha chiqaradi deb yozilgan. 1,5 tonnagacha bemalol chiqaraveradi. Buni ham mana sanalarini ko'rib o'tishinglar mumkin. Tishlar bilan tanishtirib chiqamiz. Bunda 4 tadan 4 qator, ya'ni 16 ta qalin malatkovoylar joylashgan bo'ladi. Va bunda ham 3 tadan 6 ta kanonli kuydirilgan pichoq, asosiy tishlaridan 3 qator bo'ladi bunda ham. Setkalari ichidan almashadi. Motor 7,5 kilovatli. Bu apparatimiz ham kattasi ham, kichkinasi ham 384 ga ishlaydi. Endi hozir bu apparatimizni birma-bir don va hashaklarni maydalab ko'rsatib beramiz. Hozir bizda bunda donni setkasi qo'yilgan. Hozir don maydalab ko'rsatib beraman. Xo'p, hamma yo'g'imiz ulab tayyor qilib olganmiz. Bismillah. Xo'p. Donimizni to'g'rilamiz. Bu yerda 10 kg don bor. Hozir qanchada maydalab ko'rsatib beramiz. Shuni ko'ryapman. Shunaqa holatda mayin qilib chiqarib beradi. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rdinglar, 10 kg donni yarim minutga olib bormasdan mayda-mayda holatga keltirib beradi. Shunaqangi shakardaqa mayin qilib chiqarib beradi. Endi hozir bu o'tni setkasini solamizda, o'tni ham maydalashini bitta ko'rsatib chiqaman. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rishinglar mumkin, mana o'tga moslashgan setkamizni ham almashtirib oldik donnikidan. Hozir endi o't maydalab bitta ko'rsatib beramiz. Xo'p, bizda hozircha somon bilan hashay aralashmasi bor ekan va ozroq yer yong'oq pirisimiz bor ekan. Shularni maydalab ko'rsatib beramiz. Aytishni unutib o'tibmiz. Bu tomondan don mahsulotlari solinadi, bu tomondan o't mahsulotlari solinadi. Hozir ishlatib ham ko'rsatib beramiz. Maydalangan o't bu eng tagidan chiqadi bu yerdan.
Hurmatli kuzatuvchilar, ko'rishinglar mumkin. Mana yer yong'oq, somon, hashay aralashmasini shunaqangi mayin darajada maydalab beryapti. Buni eng maza qiladigan joyi o'tni tortib kirib ketishini ko'rdinglar, xuddi go'yoki pilisosda tortgandek o'zi olib kirib ketadi. Sizlar oshiqcha harakat ham qilmaysizlar. Hozir katta drabilkamizni ishlatishni ko'rsatib berdik. Endi xuddi shu drabilkani kichkina varianti 7,5 kilovatli variantini ham ishlatib ko'rsatib beramiz. Yo'q. Takar holatda. Xo'p, hozir kichkina drabilkamizga ham o'tlarni setkasini sovaganmiz. Hozir o'tni ham chiqarishini ko'rsatib beramiz. Xo'p, bular bo'sh ekan, bo'sh ekan. Ko'rishinglar mumkin, mana o'timizni xohlasanglar u tomondan, xohlasanglar tagidan ham chiqarsanglar bo'laveradi. Mana shunaqangi mayin darajada bemalol maydalab beraveradi. Drabilkalarimiz yoqqan bo'lsa, bittadan laykni bosib qo'yasizlar. Drabilkalarimizning narxini aytib o'tamiz. Katta drabilkamiz 14,5 million so'm, kichkinasi 9 million so'mga O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Sizga ham shunaqangi katta va kichkina drabilkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, Agrimaxga murojaat qila olasizlar. Respublika bo'ylab yetkazib beramiz.